Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan tinglovchilarimiz. Bugungi bu videoni qilishdan asosiy sabab, maqsad oxirgi bir hafta ichida Farg'onada, Qo'qon shahrida prokuratura katta xodimining xususiy klinikalarda kichik bir lor quloq burun operatsiyasidan olamdan o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotning keng tarqalganligi va bunga shu kungacha, shu vaqtgacha mas'ul odamlarning, mas'ul rahbarlarning demak tushunarli izohi yo'qligidan, tushunarli tibbiy izoh berilmayotganligi sababli bu videoni qilishga men qaror qildim. Demak, nima sababdan mana shunday holatlar ko'p uchrab qoldi. Hozir boshida kichik operatsiyalarda, katta operatsiyalarda bo'lyapti bunaqa xususiy klinikalarda asoratlar. Borgan sari ko'payib boryapti. Buning har biriga to'g'ri tibbiy izoh sabablari ko'rsatilishi kerak. Buni oldini olish uchun. Demak, bu prokuratura xodimining Farg'onada, Qo'qondagi xususiy klinikada olamdan o'tganligiga bir nechta tibbiy izohlar berishga harakat qilib o'tamiz. Birinchi, eng asosiy sabab, omil sabab bu albatta prokuratura xodimining maxsus o'zining belgilangan ichki ishlar bilan birga belgilangan gospitalda, shifoxonasida murojaat qilmasdan, tekshirishlardan, tahlillardan o'tib, o'zining gospitalda biriktirilgan, prokuratura biriktirilgan gospitalda amaliyot, operatsiya bajarmasdan xususiy klinikaga yoki o'sha birinchi davlat tibbiyot muassasasiga murojaat qilib, keyin yana xususiyga borib operatsiya qildirganligi, amaliyot qildirganligi bu tushunarsiz holat. Prokuratura xodimlarining va ichki ishlar xodimlarining, kuch organlarining xodimlarining ish faoliyatidan kelib chiqqan holda bularning tibbiy muolajalar, davolanishlari maxsus gospitallarga biriktirilgan. Maxsus gospitallar biriktirilgan. Bular odamlar boradigan oddiy xususiy klinika yo davlat oilaviy poliklinikalarga biriktirilmagan. Bular maxsus gospitallarga biriktirilgan. Ichki ishlar bilan birga prokuraturalik harbiylashgan gospitalga biriktirilgan. Bu yerda hamma ta'minot yetarli darajada bo'lishi kerak edi aslida. Hozir O'zbekistonda oxirgi yillarda bu birinchi marta bo'lyapti. Prokuratura xodimi yoki kuch ishlatar organlari xodimi, demak, davlat muassasasiga murojaat qilib, xususiy klinikada mana bunaqa kichik amaliyotdan keyin olamdan o'tish holati bu oxirgi yillarda birinchi marta bo'lyapti. Demak, gospital tizimida ham o'sha prokuratura ichki ishlar xodimlari biriktirilgan, prokuratura biriktirilgan gospital tizimida ham ularning o'zining tez tibbiy yordami, o'zlarining poliklinikasi, o'zlarining gospitali umumiy bir tizimga ega. Demak, bu tizimda ham xato kamchiliklar borligini ko'rsatib qo'ydi. Demak, kuch tizimlari, prokuratura, ichki ishlar xodimlari murojaat qiladigan tibbiy tizimda ham kamchiliklar borligini ko'rsatib turibdi. Nega deganda, bu prokuratura xodimimiz operatsiyadan olamga o'tgan, amaliyotdan keyin statsionar davo olib, yotib davolanib yoki vaqtinchalik mehnatga loyiqasizlik больничный list ochilishi kerak edi. Xususiy klinikada operatsiya qilinib, gospitalga borib ochish kerak edi. Mana bu yerda savollar tug'iladi. Demak, birinchi xato bu o'z tibbiy tizimiga murojaat qilmasdan turib, davlat va xususiy klinikaga murojaat qilib, buni amaliyotni oshirganligining natijasida bu holat yuz beryapti. Agar o'zining gospitalga biriktirilgan harbiy tizim, sog'liq saqlash tizimiga biriktirilgan gospitalga murojaat qilganda bu holat bo'lmas edi, bu aniq. Bu birinchi xato. Ikkinchi xato, tibbiy omil xato. Bu hamma demak
amaliy tibbiyotimizga poliklinikadan tortib to tibbiy muassasa shifoxonalargacha bo'lgan ilmiy dargohlargacha bo'lgan qismda bo'layotgan xatolarga bog'liq. Ikkinchi xato bu koagulogramma degan qon tahlilining amalga oshirilmasligi. Koagulogramma degan qon tahlili amalga oshirilishi kerak edi. Albatta operatsiyadan oldin koagulogrammada 7 ta ko'rsatkich bo'ladi. 7 ta ko'rsatkich. Bular protrombinoviy vaqti, trombinoviy vaqti, protrombinoviy indeksi, МНО, международный показатель, HTV, частичный тромбопластиновое время. Mana bu 7 ta ko'rsatkich bo'ladi. Bundan tashqari trombotest bo'ladi. 7 ta ko'rsatkich. O'sha 7 ta ko'rsatkich va dedimer 7 ta ko'rsatkich. 7 ta ko'rsatkich ichki va tashqi qon uvishi, svertimiz, qondan qochish faktorlarini ko'rsatadi. Ichkisi uzunroq, tashqisi qisqa. 3 ta. 10 ta 3 ta faktor birlashib 10-chi faktorda qondan qochish sistemasi. Insonda ikkalasi moyil holda ishlaydi. Qonni uvishi va qonni qochishi va qonni suyuq saqlash. Buni koagulogramma ko'rsatadi. Koagulogramma tahlili to'q qorin, och qoringa farqi yo'q. Topshirilishi kerak har qanday amaliyotdan oldin. Bunda qonni uvish faktorlarining ustunligi, qochish faktorlari va suyultirish faktorlari ustunligi haqida sindromlar yoki belgilar aniqlanadi. Agar bu aniqlansa, amalga oshiriladigan rejali muloja operatsiya, ya'ni burun operatsiyasi bu rejali operatsiya to'xtab turadi. To bu aniqlab davo olguncha. Koagulogramma tahlili hamma poliklinikadan tortib, oddiy oilaviy poliklinikadan tortib, markaziy poliklinika, shifoxonalar hammasida amalga oshirilishi kerak. Bu hurmatli demak bemorimiz prokurorga bu qilinganmi yo'qmi, bu noma'lum qolyapti. Buni hali tekshirish davomida aniq bo'ladi. Shu o'rinda kichik chekinishda bir narsa aytib o'tmoqchiman. Biz kardiologlar, olim mutaxassislar oliy vaqtdan tashqari demak oilaviy poliklinika va markaziy poliklinikalarda shifoxonada ham bemorlarni qabul qilamiz. Va bunda biz kardiologlar ruxsat beriladi har qanday amaliyotga. Ayniqsa agar yurak qon tomir kasalligi bo'lmasa ham ekiga qilib bemorni ko'rib ruxsat beriladi. Va ayrimlariga semizlik bo'lsa, yo biron bir kasallik yaqinda shamollagan, pnevmoniya va hokazo bo'lsa, yondosh kasalliklar bo'lsa, biz koagulogramma yozamiz. Shunda har haftaga bitta ikkita suvchi bo'lib turadi. Oldin ko'p edi. Hozir 2017-yilda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich yaxshilab tibbiy muassasalarda demak tuzlagandan keyin hozir kamayib qoldi, lekin hozir ham haftaga 1-2 telefon qilib, "Domla, bu nima kerak bu tahlil? Yo yurakda ekhos nima kerak, Doppler nima kerak? Hamma operatsiya bo'lib ketyapti, hech narsa qilmaydi, ruxsat bering" deb telefon qiladi bizga. Men doim shunday javob beraman. O'zingizni qarindoshingizga ham shunday qilasizmi deb. Keyin jim trubkani qo'yib qo'yadi. Koagulogramma qilinishi kerak edi, albatta bu shart narsa. Buni juda ahamiyati katta. Har xil sindromlar bor. Buni biz qaraganda mutaxassis biladi va nima qilish kerakligini, qanday qilib, qanaqa tahlillar qilib, kimga gematologmi yoki shifokorlik o'zi davolaydimi yo qanaqa amaliyotdan davodan keyin qayta topirish kerak. 1 hafta, 2 haftadan keyin ruxsat beriladi. Koagulogramma qilinganmi yo'qmi bu bitta masala. Keyingi masala yana shu yerda ommaviy axborot vositalarida yoritilayotganda bir narsa ko'p chalindi men qulog'imga. Demak, antibiotika amaliyotdan keyin qilamiz degan. Antibiotika proba teri orasiga sinama qo'yilganmi yo'qmi, buni yaxshilab tekshirish kerak. Oxirgi vaqtlarda sinama qo'yilib yarim soat 40 minut kuzatmasdan turib inyeksiya qilinyapti. Natijada reaksiyalar paydo bo'lyapti. Bir qancha poliklinikalar yaqin hafta ichida shunaqa suvchi 2-3 ta bo'ldi. Baxtli ekan bu odamlar hayotda qoldi, anafilaktik shok rivojlanmadi. Demak, agar antibiotika shunaqa holat yuz bergan bo'lsa, buni ham tekshirib ko'rish kerak. Sinama ko'rilganmi yo'qmi? Endi 3-chi omillardan biri, sabablardan biri bu albatta
xususiy klinikaning o'sha bemor operatsiya bo'lgan, amaliyot bo'lgan, burun operatsiyasi bo'lgan xususiy klinikada shokka qarshi hamma to'plam bormikan yo'qmi? Agar hamma to'plam bo'lsa, bemorga defibrillator ishlatilganmi? Qancha vaqt davom etilgan? Demak, yurak qon tomirlarini tiklash reanimatsiyasi buni ko'rish kerak. Agar to'plami bo'lsa, o'sha 44 ta to'plam defibrillator ishlatilgan bo'lsa, buni ko'rish kerak, ishlatilganmi yo'qmi? Agar bu xususiy klinikada bular shokka qarshi to'plam bo'lib ishlatilgan bo'lsa, bir narsa. Agar ishlatilmagan bo'lsa, ikkinchi narsa. Endi eng oxirgi demak omil, 5-omil bo'ladi bu. Sabab bu albatta umumiy sovuqqonlik. Umumiy sovuqqonlik bor bu. E'tiborsizlik. Sovuqqon, e'tiborsizlik. Axir har qanday kichik operatsiya ham bu operatsiya, amaliyot. Bu odam organizmiga ma'lum travmatik demak qilinadigan amaliyot. Bunga organizm qanday javob beradi? Shuning uchun bemor bunga to'g'ri javoban yondashib, javobgarlik bilan yondashib, to'liq hamma tahlil tekshirishlardan o'tish kerak edi. EKGdan o'tish kerak edi, kardiolog ko'rigidan o'tish kerak edi. Mana bulardan o'tganmi yo'qmi? Bu savol. Va bemor nima uchun sovuqqonlikka sabab omillar davlat klinikasiga murojaat qilib, o'sha yerda operatsiya bo'lmasdan xususiyga borib operatsiya qilyapti. Mana bunday sovuqqonlik. Bemorga karta ochilish kerak edi, karta, ambulator karta murojaat qilgandan keyin. Unda hamma ko'riklar ko'rilib, qanday tahlillardan o'tish kerakligi operatsiya oldidan ro'yxati yoziladi va o'tganligi javoblari va operatsiyaga ruxsat, reanimatologga operatsiya oldidan reanimatsion risk ko'rsatilgan ko'rigi bo'lish kerak edi. Kichik operatsiya va katta operatsiya farqi yo'q. Agarda haqiqatan to'g'ri davlat talab standartlari darajasida yondashilgan bo'lsa, javobgarlik bilan yondashilgan bo'lsa, umumiy sovuqqonlik bu oxirgi 5-sabab omil. Har bir bemor, men doim aytaman, qanaqa operatsiya qilinishidan qat'iy nazar ambulator karta ochilib, to'liq tahlil tekshirishlardan o'tib, kardiolog ruxsati, umumiy amaliyot vrachı terapiya ruxsati va reanimatolog ko'rigi bo'lishi kerak operatsiyadan oldin. Reanimatolog reanimatsion risk qo'yib, nimalar qilish, premedikatsiya, operatsiyaga tayyorgarlik qilinadigan hammasi ko'rsatilishi kerak, bosqichma-bosqich. Mana bular sovuqqonlik. Eng asosiy 5-omil bu umumiy sovuqqonlik. Bemor tarafdan ham va shifokorlar tarafdan ham. Bu narsa ko'payib ketdi oxirgi vaqtlar. Bu hali ko'ringanlar, ochilganlari, ma'lum bo'lganlari, ma'lum bo'lmaganlari qancha? Aytayman, har hafta bitta-ikkita savol bo'ladi. Albatta hozir 17-yildan keyin hurmatli prezidentimiz yaxshilab tibbiyotga baho berib, uni tanqid qilgandan keyin hozir kamayib qoldi. 50% ancha tibbiy muassasalar, shifokorlar demak holati joyiga keldi. Lekin baribir hali shunday javobgarlik his qilmaslik kuchli. O'tib ketadi shunday deb o'ylaydi. Afsuski statistika bunday emas. Men xalqqa, aholimizga tushunarli qilib aytmoqchiman. Har 100-chi oddiy inyeksiya, qon tomiriga qilingan inyeksiyalarga piragen reaksiya bo'ladi. Har 5-chi piragen reaksiya anafilaktik shokka o'tadi. Mana bu statistika. Har 100-chi. Demak, 100 ta bitta ikkitasi piragen reaksiya beradi. Piragen reaksiyaning yengili bor, o'rta og'ir. Og'iri anafilaktik shokka o'tadi. Shuning uchun shokka qarshi demak to'plam bo'lishi kerak. Muhrlangan, daftarda ro'yxati qilingan, saqlanish kerak. Har 3 oyda qayta tekshirish kerak suroqlari, dorilarning. 22 ta edi, hozir 44 ta narsa bo'lishi kerak. Defibrillatorgacha. Dori-darmon ishlatiladigan muolaja xonalarida, amaliyot xonalarida bo'lishi kerak. Shunda biz insonlar hayotini saqlab qolishimiz mumkin. Umuman har bir muolajaga juda ham javobgarlik bilan yondashish kerak. O'sha javobgarlik yo'qligi hamma xatoga olib keladi. Men qayta bu narsani aytaman. Ko'p marta bo'ladi. Shuning uchun mana kunduzgi statsionarlar, poliklinik, oilaviy poliklinikada kunduzgi statsionarlar qanchadan qancha piragen reaksiya bo'lyapti. Ha, tezsiz bitiradi. Lekin shokka qarshi to'plami yo'q. Men doim aytaman. Bu og'ir oqibatga olib keladi.
shu qaror to'plamga javobgar shu muassasani rahbari o'zi mutaxassis bo'lishi kerak. Shunda tushunadi bu narsa nimaligini. Pirogen reaksiya har 100-chi, har 100 ta bitta ikkita pirogen reaksiya, har 5-chi pirogen reaksiya og'ir kechadi. Anafakt shok o'tishi mumkin. Shuning uchun bunday ehtiyot bo'lish kerak va javobgarlik bilan yondashish kerak. Afsuski bu javobgarlikni oshirishni yo'lini ko'rish kerak, kuchaytirish kerak. Javobgarlik kuchaytirish kerak. Bu albatta demak o'sha tibbiy muassasalar va vazirlikning ishi. Mana shunday gap. O'sha demak vafot qilgan prokuratura xodimida 4 ta 5 ta shunday katta xatolarga yo'l qo'yilgan. Bu xatolar nafaqat fuqarolarning tibbiy tizimi, boshlang'ich bo'g'im shifoxonalari, amaliy tibbiyotimizning xatosi, balki maxsus harbiy gospitallarda ham tibbiy tizim tizimida xatoliklar borligini ko'rsatib qo'ydi. Men o'ylayman, hali sud bunga baho beradi. Hali buni eshitamiz va izoh berilishi kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi ham va harbiy gospital bunga kishiga javobgar bo'lgan, bog'langan, berkitilgan harbiy gospital ham bunga javob berishi kerak. Albatta savollarni kutib qolaman. Yana bir bor e'tiborlaringiz uchun rahmat. Oldindan savollar uchun ham rahmat. Javob berishga doim tayyormiz. Rahmat.